Assalomu alaykum aziz yomg'irlatib sug'orish YouTube kanalimiz kuzatuvchilari. Biz xudo xohlasa galdagi ishimizni Jizzax viloyati G'allaorol tumanida joylashgan yer maydonidamiz. Ko'rib guvohi bo'lib turganimizdek, ushbu yer maydoni asosan beda zor uchun, ya'ni beda ekish uchun mo'ljallangan yer maydoni bo'lganligini hisobiga yer ostidan, ya'ni an'anaviy sug'orishda bir muncha muammolar yuzaga kelganligi sababli va eng asosiy muammolardan biri bu suv taqchilligi, ya'ni suvni o'sha kamligini hisobiga sug'orishda ketadigan vaqt bir muncha yuqori bo'lganligini hisobiga sug'orishda tezroq va ommabop usulida sug'orishga mo'ljallangan mana shu bedazorga xudo xohlasa biz yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatish ishlarini olib boryapmiz. Ushbu yer maydoni umumiy maydoni 80 metrga 500 metr masofada joylashgan bedazor maydoni va ushbu yer maydoniga ham asosiy liniyamizni 500 metr va qo'shimcha liniyalarimiz 80 metr masofaga tochkalarni, ya'ni sprinkler yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini o'rnatamiz va ushbu yer maydonida ham o'sha yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini ishlash jarayoni va bizni ish jarayonimiz xususida ushbu videoda tomosha qilishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, bu yerda suv sathi juda ham chuqur emas, balki yerdan 15 metr 20 metr masofada suv joylashgan va ushbu yerda suvda maxsus kachalka, ya'ni oddiy tilda aytganda kachalka orqali suv chiqarib beriladi va chiqarilgan suv maxsus havuzimizga joylanib, havuzdan esa o'sha yuqorida bizni boshqa videolarimizda ko'rganingiz singari maxsus nasoslar orqali yomg'irlatib sug'orish texnologiyasiga tizimiga suv yuboriladi va aylanish jarayonida bedalarni sug'orish imkoniyatiga ega bo'lamiz va sizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bemalol mana shu videomizni oxirigacha kuzatishingizni tavsiya beramiz va kuzatuvingiz natijasida o'sha sug'orishdagi yengilliklar va sug'orishdagi ketadigan vaqt, sarf xarajatni bir muncha qisqarishiga guvoh bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Ma'lum daqiqalardan so'ng xudo xolasa ishimizni yakuni va yakunda esa o'sha sprinklerlarimizni aylanishi sug'orishdagi o'sha osonlik va yengillikni bemalol kuzatishingiz mumkin bo'ladi. Yer maydoni yuqorida aytib o'tganimizdek 500 metr masofada uzoqligi, ya'ni o'sha hovuzimizdan umumiy uzoqlik 500 metr masofa va ushbu yer maydoniga ham har doim sizga ta'kidlaganimizdek va sizni adashmasligingiz uchun misol tariqasida ko'rsatamiz va yana ko'rsatamiz. Xudo xolasa mana bu turbalar, ya'ni turbalarni biz har doim o'zimiz bilan birgalikda olib kelamiz. Qalinligini ko'rib turibsiz. 2 qavatli turba, tashqi tarafi quyoshning issiqligi va ichki tarafi esa o'sha yuqori bosimga bemalol bardosh bera oladigan va eng asosiysi standart holatdagi turbamiz. Ya'ni standart nimaga standart? Mana bu aksessuarlar, ya'ni o'sha sprinkler o'rnatish uchun mo'ljallanadigan maxsus aksessuarlarimiz aynan mana shu turbaga standart holatda joylashadi. Agarki sizdagi turba standart bo'lmaydigan bo'lsa, mana bu apparatlar bemalol mana bu turbaga joylashmaydi va bu esa o'z navbatida bir muncha muammolarni yuzaga keltirib chiqadi. Bu esa nima? Misol uchun muammo deydigan bo'lsangiz agar o'sha ulaganingizda bosimga bardosh bera olmasdan mana bu alohida, mama alohida, turba alohida holatga ajralib ketish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi va turbalarimiz kelganimizdan so'ng va onlayn tarzda maxsus loyihalanib maxsus bo'laklarga bo'lib chiqildi va xudo xolasa endi bu yoq tomonda sortirovka ishlarimiz ketyapti va ma'lum bir soniyalardan so'ng aynan mana shu sortirovka ishlari tugallangandan so'ng maxsus turbalarimizga o'sha maxsus olib kelingan mana bu kabi aksessuarlar turbaga joylashtiriladi va xudo xolasa keyin bu mandal turba holatiga o'tkaziladi. Tak, xudo xolasa turbalarimiz mandal holatga keltirildi va sprinklerlar mana hammasi joy-joyiga qo'yildi va eng asosiy ish hali bu yoqda yana dash davom etyapti. Ya'ni o'sha asosiy liniyalarni mana
endi boshidan oxiriga qadar biz turgan tochkadan boshlab o'rnatib chiqilyapti, joy-joyiga qo'yilib. Endi xudo xolasa ma'lum soniyalardan so'ng o'sha startni beramiz va sprinklerlarni aylanish jarayonini birgalikda kuzatamiz. Tak, xudo xolasa ishimizni yakunlab startni ham berdik. Hozir nasosni ham yana ko'rsatib o'taman va ishlash jarayonini bemalol kuzatishingiz mumkin. Masofa, umumiy masofa turbalar orasida 15 metr va birinchisi sepkani, ikkinchisini ostigacha bemalol yetayotganligini kuzatishimiz mumkin. Chunki 15 metrdan qo'yganimizning sababi bu yer maydoni 75 metr masofada, 75 metr masofaga 4 ta tochka, 5 ta tochka o'rnatildi. Bu esa o'z navbatida o'rtacha 15 metrdan masofani belgilashimizga to'g'ri keladi va nasosimizni yana hozir ko'rsatishga harakat qilaman, chunki asosiysi hozir mana bu yerda sprinklerlarni sepish jarayonini kuzatishimiz kerak, muhim aniqrog'i. Oxirgi tochka mosir tiqilib qoldi. Shuni hisobiga mana aylanmayapti, chunki biz hozir ichidan mosirlar tozalamagan edik. Hozir tozalanadi va bu ham o'z maromida aylanadi. Biz 5 ta tochkani ochdik, mana 5-inchisi ham. Afsuski 5 ta tochka standart holat emas, chunki sepish masofasi bir-biriga yetkazib berish kerak, lekin shunda ham sprinkler sifatli bo'lganligini hisobiga aylanyapti. Bu aylanish sug'orish mobaynida muammoga olib keladi, chunki bu aylangani bilan xullas sug'orish imkoniyati yo'q degani. Chunki bu faqat o'z ostini va yon atrofini sug'orish mumkin, lekin orada ochiq joylar qolib ketish ehtimoli juda ham yuqori. Shuning uchun tavakkal qilmasdan ayni ko'rsatib o'tamiz. Aynan mana bu nasos, mana shu nasos orqali 4 ta sprinkler muammosiz aylanyapti. Ushbu yer maydonida e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bug'doylarni tebranishiga sababi shamol juda ham yuqori. Ovozdan ham sezayotgan bo'lsangiz, shamol yuqori. Bu esa o'sha yomg'irlatib sug'orishda muammolarni yuzaga keltirib chiqaradi. Ya'niki qanaqa? Bunaqa vaziyatda sug'organda ostidan sepayotgan yomg'ir mana shu tarafga qarab 15 metr emas, balki 20 metrgacha o'tib ketadi va biz turgan masofaga ancha yaqin. Bu esa o'sha sug'organda e'tiborli bo'lishni talab qiladi. Nasos yana bir bor ko'rsatamiz. Nasos aynan mana bu nasos. Mana endi buni xarakteristikasini tanishtiraman. Maksimal chiqarish balandligi mana bu yerda ko'rinadi. Mana 23 metr balandlikka soatiga оборот bu 8 metr balandlik, maksimal 23 soatga mana 400 litr, ya'ni 24 tonna suv chiqarib beradi ushbu nasos. Lekin oldingi videolarimizda ham aytib o'tganmiz, bu Centrabej nasos glubinli nasos bilan bir xil deb ayta olmaymiz, chunki glubinli nasos bu Centrabej nasosga nisbatan bir muncha kuchliroq bo'ladi va o'shani hisobiga ham davleniyani yuqori beradi. Bu bilan esa o'z navbatida o'sha sprinklerlarni aylanishdagi muvozanatni saqlab beradi va masofani kerakli masofaga bemalol yetkazib berish xususiyatiga ega bo'ladi. Xo'p, ko'rib guvoh bo'lganingizdek, Centrabej nasos mana shu holatda aylantirdi va endi biz yuqorida aytib o'tganimizdek akamizga taklif berdik glubinli nasos o'rnatish bo'yicha. Xullas, akamiz nasosga ketdi. Xudo xolasa ma'lum soniyalardan so'ng mana shu aylanish bilan glubinli nasos orqali sprinkler aylanishdagi farqni ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Ta'kidlab o'tish kerak, bu nasos o'sha yer sathidan 12 metr chuqurlikda oddiy kichkina skvajina urilgan va o'sha skvajina orqali suv olinib, ko'rib turganimizdek mana bu kabi sprinklerlarga yuborilmoqda. Mana bu sprinklerda nosozlik, ya'ni
o'sha oldi tarafiga musor tiqilib qolgan. Chunki biz e'tibor bergan bo'lsangiz, musorni tozalamadik. To'g'ridan to'g'ri turbaga yuborganimizning hisobiga turba orasidagi musorlar mana shu kabi sprinklerlarni aylanmay qolishiga sabab bo'ladi. Bartaraf qilinadi va ko'rib turganimizdek go'zal holatda, mana shu holatda mana aylanadiganligini kuzatishimiz mumkin. Bu birinchi qilingan vaqtda bo'ladi va keyin ishlayotgan vaqtda bunaqa muammolar bo'lmaydi. Chunki turbani ichida musorlar qolmaydi va nasos orqali o'tgan har qanday elementar cho'pmi, boshqami, qanaqadir musorlar bo'lsa ham bemalol sprinklerdan o'tib ketadi teshigidan. Ya'ni hech qanaqa muammolar yuzaga kelmaydi. Va yaqinlashtirgan rakurs ekan, mana uzoqlashtirilgan variantda ko'rishimiz mumkin. Sprinklerlar go'zal holatda aylanmoqda. Endi keyingi rakursdan ko'rsatamiz. Aynan mana bu sprinklerni nishonga olamiz, ya'ni o'sha rakursni to'g'rilaymiz. Ko'rib turganingizdek, aylanish tezligi bir tekisda, ya'ni hech qanaqa muammosiz, hech qanaqa vaqtni yo'qotmasdan bir tekisda, bir maronda aylanyapti. Bu bilan nimaga erishishimiz mumkin? Sprinklerni bir tekisda aylanishi bu yer maydonini bir xil holatda sug'orish degani. Agarki sprinkler qaysidir joyda ko'proq va qaysidir joyda kamroq aylanadigan bo'lsa, bu o'sha ma'lum bir yer maydonini mukammal tarzda sug'oradi, ma'lum bir yer maydonini esa orqaroqda, ya'ni vaqtni yutqazgan holatda bir tekisda emas, balki ko'proq emas, kamroq holatda sug'orishi mumkinligi degani. O'shaning uchun ham sprinklerning sifatiga alohida e'tibor qaratib o'tish taklif beriladi va mana bu yer maydonida mana akamiz kuzatib guvohi bo'lib turibdi. Yer maydonining egasi, xudo xolasa, sprinklerlarda hech qanaqasiga aylanishda muammo yuzaga kelmayapti va mana bu yerda xudo xolasa havuzimiz ham qilingan. Mana suv tashlab qo'yildi ichiga. Agar mabodo sentrabej nasosi kuchi yetmagan holatda akamizga ham taklif berganmiz, o'sha glubinniy nasos olib kelinishini va shu glubinniy nasos orqali mana shu sprinklerlarni aylantirib, ishlatib ko'rsatamiz deya biz aytganmiz. Xudo xolasa hozir esa bunga ehtiyoj deyarli sezilmayapti. Agar imkoniyat bo'lsa, o'sha hamma narsa moliyaviy tarafga bog'liq albatta. Imkoniyat bo'ladigan bo'lsa, glubinniy nasos olib keladigan bo'lsa, sprinklerning aylanishi bundan-da go'zal va bundan-da chiroyli holatda aylanadi. Buni siz bizni bundan oldingi, ya'ni bu videomizda oldingi videolarda ko'rgansiz. 220 voltga ishlaydigan nasoslar, glubinniy nasos qay holatda aylanishini siz guvohi bo'lgansiz. Agar bizni oldindan kuzatayotgan bo'lsangiz, agar bizni ilk marta kuzatayotgan bo'lsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni yodingizdan chiqarmang va bundan-da qiziqarli va bundan-da go'zal videolarni sizga tayyorlash uchun biz har doim harakatdamiz. Respublikamizda qaysi tochkasi, nuqtasida bo'lishidan qat'iy nazar, biz butun respublika bo'ylab, balki qo'shni respublikalarda ham o'z ish faoliyatimizni olib boramiz. Biz ishlayotgan yerlarda asosan o'sha suvdagi muammolar ya'ni qanaqa muammolar deya savol beradigan bo'lsangiz, agar misol ostidan sug'organda 4 kun 5 kunlab sug'oradigan yer maydonini yomg'irlatib sug'orish texnologiyasi orqali 1 kun mobaynida bemalol sug'orish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Tak, yuqorida aytib o'tganimizdek, nasosning kuchini ko'rdingiz. Sentrabej nasos. Ana endi mana bu brend hammaga tanish Polvon nomi bilan. Endi bunga e'tibor beramiz. 19 metr chuqurlikdan minutiga 240 litr, ya'ni o'rtacha 14 tonna atrofida suv chiqarib beradi. Bu soatiga 220 volt va 2.2, ya'ni 2.2 kilovat, ya'ni mana 2200 watt. Xudo xolasa ushbu nasosni o'rnatish montaj ishlari ketyapti. Ma'lum soniyalardan so'ng o'sha sentrabej nasos bilan aynan mana bu kabi glubinniy nasosi farqini birgalikda kuzatamiz. Xudo xolasa mana havuzga yuqorida ko'rsatgan nasosni aylandi va mana start berildi. Endi yuqorida ko'rsatganimiz bilan
bu sepishning farqi umuman boshqacha mana endi. Bu holatda masofa birinchidan uzoqroqqa sepiladi va ikkinchidan har bitta tushayotgan o'sha yomg'ir tomchilarini sifati ham sentraliga nisbatan ancha yuqoriligini ko'rishimiz mumkin. Aynan yuqorida ko'rsatganimiz mana bu rakurs orqali mana ko'rishimiz mumkin. Shamol yuqori bo'lishiga qaramasdan mana juda ham go'zal holatda va uzoq masofaga sprinklerlar aylanish darajasi esa mukammal tarzda aylanyapti. Bu yerda 5 ta tochka o'rnatilgan edi aniqrog'i va hozir buni biz 4 talikka o'zgartiramiz. Chunki mana bu tarafda mana bug'doy ekilgan va bug'doyni ko'rib turganimizdek yomg'ir yotqizib payxon holatga keltiryapti. Shuning uchun ham 4 ta tochka yoqildi va 4 ta tochka esa ko'rib turganimizdek standart va go'zal holatda uzoq masofa sifatli tomchi va ochiq joylar qolmagan holatda sug'orish imkoniyatini bizga yaratib beryapti. Qancha uzoqlashsak ham mana ko'rib turganimizdek tomchi bizgacha yetib kelayotganligini ko'rishimiz mumkin. Mana bu rakursdan imkoniyat bo'lganda havo bulutli bo'lganligini hisobiga ko'rish darajasi pastroq. Ming afsuski, lekin shu holatda ham mana bu rakursda mana ko'rishimiz mumkinki sepish juda ham go'zal holatda va sentrabej nasosimiz olib tashlandi va o'rniga yuqorida aytganimizdek, ko'rsatganimizdek glubinniy 14 ta kirchatkaga ega bo'lgan nasos 2 kilovat va soatiga 14 tonna suv chiqaradigan nasos orqali mana shu holatda aylantirish, sprinklerni sepish darajasiga erisha oldik. Shamol juda ham yuqori bo'lganligini hisobiga va havo bulutligini hisobiga ham biz aynan tomchilarni qay darajada qayerga tushayotganligini kuzatish imkoniyatidan mosuvo bo'ldik, qo'pol qilib aytganda. Lekin bilyapmizki, biz hozir turgan masofa sprinkler aynan mana shu sprinklerdan 20 metr masofadamiz va sprinklerning yomg'iri bizni oldimizgacha yetib kelayotganligini kuzatishimiz mumkin. Lekin mana bu holatda mana yomg'irni changlanib sepayotganligini bemalol ko'rsak bo'layapti. Biz hamma videolarimizda ta'kidlaganimiz singari o'sha yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini ko'l-ko'rona o'rnatish xato ekanligini yana bir bor ta'kidlab o'tamiz. Nimagaki, agarki o'sha har bitta qilingan elementar xato ham sprinklerni aylanishiga va turbalarni orasidagi masofa, ya'ni sprinklerlar orasidagi turbani masofasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Bu esa o'z navbatida yoki uzun yoki kalta holatga kelib qolishligi mumkin. Bu esa o'z navbatida o'sha moddiy tarafdan sizga zarar keltiradi. Agar uni siz qo'lda ulab ishlatadigan bo'lsangiz, u vaqtinchalik bir oy ishlar, bir hafta ishlar, balkim bir soat ishlar. O'sha ulangan joyingizdan albatta turba bosimli yuqoriligini hisobiga suv chiqib ketadi. Bu esa o'sha o'z navbatida yomg'irlatib sug'orish texnologiyasini, sprinklerni aylanish jarayoniga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Mana bu rakursdan ko'rayotgan bo'lsangiz, sprinklerlar har biri a'lo darajada aylanyapti. Yuqorida ko'rsatib o'tganimizdek past bosimda ham, balki mana bu endi yuqori bosimda ham o'z holatini, aylanish holatini yo'qotganicha yo'q. Vaholanki o'zgargan narsa glubinniy nasos bilan sentrabej nasosning farqi o'sha masofani uzoq masofaga sepa berishi va yomg'irlarni mayda-maydalab go'zal holatga keltirib o'sha bedalar ustiga yog'dirishi misolida ko'rishimiz mumkin. Sizda ham xuddi shu kabi yomg'irlatib va tomchilatib sug'orishga qiziqishlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin bo'ladi.
Videomiz ostida nomerlarimizni qoldiramiz. Biz bilan bog'laning. Biz har qanday savol va har qanday fikr mulohazani hurmat qilamiz. Bemalol qo'ng'iroq qilishingiz va savollaringizga qiziqtirgan savol va o'sha qiziqishlaringizga bemalol biz orqali javob olishingiz mumkin bo'ladi. Bizni kuzatishda davom eting. Yomg'irlatib sug'orish YouTube kanali aynan siz uchun va biz sizga xizmat qilishdan aslo charchamaymiz. Bizni kuzatishda davom eting. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Mana bu uzoq masofada mana o'z ishimizni tugallab qaytyapmiz. Shunday mana ko'rsatib video qilay dedim. Uzoq masofada mana spreklarni sepishi bir tepalik bor. O'rtada shuni hisobiga ko'rinmayapti, lekin shamol hali ham ko'rib turganimizdek tinganicha yo'q, lekin sprinklerni aylanishi a'lo darajada. Yomg'irlarni ko'rishimiz mumkin. Mana bu rakursda mana bu sprinklerni ushlaymiz mana. Ko'rib turganingizdek yomg'ir maydalab yog'yapti. Aylanish esa o'z ma'lumoti.